Hammaga assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz 22-martdan 25-martgacha O'zbekiston bo'ylab bizni qanday ob-havo kutayotganini ko'rib chiqamiz. Bayram kunlari rejalaringiz bor bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring, chunki ma'lumotlar juda muhim. Shu 4 kun ichida butun respublika bo'ylab chinakam bahoriy va issiq havo bo'lish kutilmoqda. Eng asosiysi, hech qayerda kuchli yomg'ir kutilmaydi. Osmon asosan ochiq va quyoshli bo'ladi. Faqatgina 24 va 25-mart kunlari Toshkent va Namangan viloyatlarining baland tog'li hududlarida biroz bulutli ko'payishi va qisqa muddatli kuchsiz yomg'ir yog'ishi mumkin. Endi haroratga o'tamiz. Qayerda qancha issiq bo'ladi? Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqandda kunduzi havo 20 darajadan 23 darajagacha isidi. Kechasi esa 10 daraja atrofida bo'ladi. Sayr qilish uchun ayni muddao. Voha tomonlarda, ya'ni Qashqadaryo va Surxondaryoda haqiqiy yoz nafasi. Harorat 24 darajadan 27 darajagacha ko'tariladi. Vodiyda, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida ham havo ajoyib. Kunduzi 19-22 daraja atrofida iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiyda quyoshli ob-havo fonida harorat 22-25 darajani tashkil etadi. Shimoliy hududlarimizda Qoraqalpog'iston va Xorazmda esa biroz salqinroq, kunduzi 15-18 daraja atrofida iliq bo'ladi. Shamol masalasi ham tinch, lekin 24-25-mart kunlari Navoiy va Buxoroning cho'l hududlarida shamol tezligi sekundiga 15 metrgacha kuchayishi mumkin. Bu biroz chang ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot chorasini ko'rib qo'yganingiz ma'qul. Xulosa qilib aytganda, 22-martdan 25-martgacha ob-havo bizga faqat sovg'alar tayyorlagan, hech qanday yomg'ir yoki bo'ron rejalaringizni buza olmaydi. Bemalol dam olishga yoki sayohatga chiqsangiz bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.